Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, charchamayapsizlarmi? Mana shunaqangi sovuq kunlar ham kelib qoldi. Mana atrofga qarang, tumanligini. Bizni Qo'qonda tuman tushadi, hech joy ko'rinmaydi. Bu sovuqlarda ishlayib turgan ustalarimizga kuch-quvvat bersin Alloh. Xo'p, mana bu shatran haqida gapirmoqchiman. Shatranimiz yengilcha shatran, mana ko'rib turibsizlar. Chuqur arig'i addenni shatran qo'yishni odat qilganmiz. Bu joy 17 sm joy qo'yib ketamiz har doim. Shatranimiz joy 15 sm bo'ladi. Mana shu joyda o'zi so'qadi. Shogirdlarimizni ishini ko'ryapsiz. Choklanishni, abroshetlar choklanishni o'ta go'zal holatda kesib, hali zavodskiga tushirib qo'ygan. Mana bu shatlarimizni endi olib kelamizda, mana shu joyga shu holatda qo'yamiz. Qarang. 2 sm zazori bor, o'ynab turadi. Buni o'rtalarga qo'yib olib turib, mana bu joyni yipga o'rnatishimiz uchun 2 sm zazor qo'yganmiz. Mana shu holatda profilni kelgan so'ng o'zida tushib ketadigan qilganmizda, ertadan keyin tiqilib, suvlar tiralib qolishlari bo'lmagan. 2 sm zazor qo'yishimizdan maqsad mana bu abroshetkani qalinligi. Ya'ni mana bunaqa joylar ketib qolgan paytda tegib, mana bunga tegib turaveradi. Mana shatranimiz ham tag mana bunaqa ko'tarilib qolmaydi. Mana shu holatda bo'lib qolmaydi-da. Bemalol odam yursa ham ko'taraveradi, zo'r holatda turadi. Mana shunaqangi qiziq videolar o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz va bitta layk bilan bizning ishlarimizni yaxshiga turganini tasdiqlab qo'yasiz. Xudo xolasa do'stlarga ulashib qo'ying, bunaqa qiziq videolar qo'yib boramiz. Tom xizmati xizmat etadi.